Opajon, qachondan beri shu holatdasiz? Bir yarim oydan beri mana shu xastaga tiyanib qoldim. Og'riqlarim bo'lib turardi-yu, xastaga tiyanganimda bir yarim oycha bo'ldi. Bugungi operatsiya bo'ladigan bemorda MRT tekshiruvi. MRT tekshiruvida listdan chiqqan juda ham katta hajmga ega, ko'rib turishingiz mumkin. Umka kanalni to'liq to'sib qolgan mana shu yerdan. Shu grijamizda transforaminal, ya'ni umka pog'onasining yon teshigidan tushib, shu grijasini olib tashlashlikni rejalashtirganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'zi bunday bo'lishi kerak edi. Orqa miya oyoqqa yetadigan nefrislari bunda to'liq qorayib to'silib qolganini ko'rishimiz mumkin. Men rahmatli Nasiba Namangan shahridan keldim. Bu og'riq bilan 3 yildan beri og'rib kelaman. Aqqa boraman, baqqa boraman. Hamma yoqda lecheniya qilib berishadi, lekin foydasi bo'lmadi. Qiyshayib yurdim, o'tib ketadi dedim. Shunaqa azoblar bilan nima deb yozib berishsa, o'lib yuraverdim. Oxirga kelib mana shuni qattalab ketibdi. Qo'ltiq tayog'ida keluvdi. Mana bugun Xudoga shukr, oyoqlarim, tiklanishlarim yaxshi bo'lib, Allohga ming qatla shukr. Yurish baxtiga Xudo xolasi nasib qildi mana shu klinikada. Hammaning kelishini so'rab qolaman. O'zimga o'xshagan bemorlarga boshqa yoqlarga pul sarf qilmasdan mana shu Chinobod Fayz Plus klinikasiga kelib, bir kunda og'riqlardan xalos bo'lishini so'rab qolamiz. Hammaga mana shu tavsiya qilaman. Bu anaqa yolg'on emas, haqiqat. Kecha operatsiyadan chiqqanman, mana Xudoga shukr, oyoqlarimda og'riqlar, hech qatimda og'riqlar yo'q. Vrachlarimiz hammalarining tan jonlari sog' bo'lsin. Oilalarda tinchlik bo'lsin, bola chaqalar bosh bo'lib yurishsin iloyim. Muhammad Yusufxonning ham tan jonlari sog' bo'lsin.